Assalomu alaykum yurtdoshlar, yoshlar. Xabaringiz bor, 5 tashabbus olimpiadasida juda ko'p yoshlarimiz o'zlarining iste'dodlarini namoyon qilib kelmoqdalar. Xabaringiz bo'lsa, yaqin kunlar atrofida 5 tashabbus olimpiadasi Qoshida yosh kitobxon ko'rik tanloviga start beriladi. Barcha kitobxonlarimizni mana shu yosh kitobxon ko'rik tanloviga taklif qilamiz va ishtirok etishni xohlagan yoshlar avvalo yosh kitobxon botdan ro'yxatdan o'tishi va kerakli kitoblarni hozirdanoq mutolaa qilishlari kerak. Mana shuncha kitobni qayerdan olaman degan savol sizni qiynashi mumkin. Bunda sizga mutolaa ilovasi yaqindan yordam beradi. Mutolaa ilovasini yuklab oling, Abdu 2025 promo kodi orqali chegirmali premium xarid qiling va xohlagan kitobingizni maza qilib ham mutolaa qiling, ham eshiting. Yana bir narsani aytib o'tishim joiz. O'qiyotgan kitoblaringizni ovoz chiqarib, harflarga alohida e'tibor berib o'qisangiz azizlar, qisqa fursat ichida talaffuzingizda ham juda katta o'zgarishlar bo'ladi. Demak azizlar, barcha yoshlarni yosh kitobxon ko'rik tanloviga va 5 tashabbus olimpiadasi maydoniga taklif qilaman. O'z iste'dodingizni namoyon qiling, eng katta natijalarni aynan 5 tashabbus olimpiadasida qo'lga kiriting.